Mo'yna mantoli Madonna kim haqida? O'sha ayol haqidami yoki noshud Rauf afandi haqida? Kitobning dastlabki sahifalari ishidan ayrilgan odam haqida kechadi va biroz zerikarli bo'lishi mumkin. Lekin mutolaani to'xtatib qo'ymang, chunki hali hech narsa boshlanmagan bo'ladi. Asosiy mavzu ikki omadsiz juftlikning muhabbati haqida. Taqdir emas ekan deyish qanchalik o'rinli? Axir Rauf afandini mana shu taqdir Turkiyadan Germaniyaga olib borib tashlamadimi? O'z oyoqlari bilan o'sha ko'rgazma zaliga va yana o'sha birgina surat oldida soatlab mahliyo bo'lib o'tirishiga ham menimcha taqdir sababchi. Bir necha marotaba ularni uchrashtirgan va har bir uchrashuv bahonasida yana ham ularni yaqinlashtirgan mana shu taqdir edi menimcha. Sevgiga kurashib erishiladi, men sizga aytsam. Shunday vaziyatlar bo'ladiki, jim turish eng noto'g'ri qaror bo'ladi. Bu kitobdan oladigan xulosalaringiz qaysidir ma'noda mana shu masalada ham hushyor tortishga majbur qiladi. Gap faqat munosabat qurishdagi kechikish haqida emas, balki bor munosabatlarni ham saqlab qolish haqida. Oxirida savollar ko'p. Muallif sizni bir nechta negalar bilan yolg'iz qoldiradi. Kitobni o'qib ko'ring va yana mana shu videoga qayting. Izohda siz bilan asar voqealarini muhokama qilamiz.